Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan matematika milliy sertifikat savollarini tahlilini davom ettiramiz. Demak, bizda 3-savol matnli masalalarga oid. Demak, quyidagicha savol berilgan. Kinoteatrdagi har bir qatordagi o'rindiqlar soni qatorlardan 4 ga ko'p. Jami o'rindiqlar soni 60 ta. Har bir qatordagi o'rindiqlar soni teng nechta qator bor? Demak, bunda tenglama tuzishimiz kerak. Bizda x ta qator bor. Qator x plus 4 ta o'rindiq bor. O'rindiqlar soni. Demak, qatorlar sonini o'rindiqlar soniga ko'paytirsak, ya'ni x ni x plus 4 ga ko'paytirsak, jami o'rindiqlar soni kelib chiqishi kerak. Qoslarni ochamiz. Demak, x kvadrat plus 4x 60 minus bo'lib o'tadi. Teng 60 teng 0. Kvadrat tenglama holatiga keldi. Kvadrat tenglamani Viet teoremasiga asosan yechamiz. Demak, sistema x1 plus x2 bizda minus 4 ga teng bo'lishi kerak. x1 ko'paygan x2 minus 60 ga teng bo'lishi kerak. Bundan x1 x2 miz, demak x1 miz 6, x2 miz esa minusdan 10 ga teng. Demak, manfiy bo'lmaydi, bizdan musbatini olamiz. Demak, 6 ta B javob bo'ladi.